Assalomu alaykum qizlar, qalaysizlar, tuzimmisizlar, tinchmisizlar? Mana bugungi kunimiz ham juda chiroyli o'tdi. 4 gacha qabullar davom etdi va 30 dan ortiq ayollarimizni bepushtlik bilan bolasi homilasi rivojlanmayotganlarni, sog'lom homilaga, skrining dopplerga kelganlarni tekshiruvlarni barchasini qildik. Men bugun nima demoqchiman? Hozir menga yangi mana sumka to'ldirilgan teri osti spirali keldi. Yangi sroklari, muddatlari ham yangi. Agar kimda kim xohlasa, teri osti spirali bor bizda. Narxlari bo'yicha direktga chiqasizlar. Kimlarga qo'ysa bo'ladi. Kesirvasi yaxshi bitmagan, 3-4 marta kesirva bo'lgan, adenomyozi, miomasi bor ayollar, emizikli ayollarga barchasiga qo'ysa bo'ladi. 3 yilga qo'yiladi qizlar. 3 yil qo'yadigan xohishlaringiz bo'lsa, bemalol kelsangiz, mana 2 minutda qo'yib beraman. Og'riqsiz